Ha, shompul miya xotin, raddomdan chiqishda shuncha xarajat qildirdik, ana endi bolam pampersiga ham pul qolmadi. Vahima qilmang dadish, har bir bola o'zini rizqi bilan tug'iladi. Voy, qo'shni eson-omon qutulib oldingizmi? Voy, top ko'z tegmasin, hozir ko'rmanasini beraman mana. Yaxshi kattagina bo'valinglar. Xo'p, sog' bo'ling. Qo'shni, tuzingiz bo'lsa berib turing. Murak bersin chaqaloqchalar. Ko'rmanasini beraylik, ko'rmanasini. Shart emasdi-da. Aytdim-ki rizqi bilan kelatdim. O'rtoq boshliq mumkinmi? Aka. Papasha. Ha, xotin. Noto'pani tez olib kelib bering, dugonalarim bilan jabga borishim kerak edi. Ko'rmanasini berardim, o'yinga ko'r pensiya tushmadi-da hali. Uni o'rniga sizlarga arinyu parashok va gellardan beraman. Mashinkada yuvish uchun geli, qo'lda yuvish uchun parashogi, idish-tovoq yuvish uchun ichida gubkachali gelchalari bor bolam. Sifatiga gap yo'q. Eng muhimi allergiya chaqirmaydi. Biz millioner oila bilan intervyu qilgani keldik. Bu darajada boyib ketishingiz sababi nimada? Buni bitta sababi mana shu farzandimda. Kelajakdagi rejalar qanaqa endi? Rejalar juda katta. Xudo xohlasa bundan-da boyib ketish rejasini qilib qo'yganmiz. To'g'rimi, Onash? To'g'ri, dadish, to'g'ri.